oylik 620 yevrodan stipendiya to'lashadi va shuningdek o'sha aytganingizdek talabani o'sha kelib ketish yo'l xarajatini ham qoplab berishadi. O'qish tekin, o'qish mutlaqo tekin, forma degan narsa mutlaqo yo'q. Qo'rqitmaydi-da talabani. Sani sessiya kelganda qiynayman talaba professor shu bordi уровень. Professor san talabasan, talaba u professor deb qaraydi. U yoqda shu narsa yo'qdi, hamma bir xil. Barchaga salom, sizlar bilan Madina va bugun talabachilik podkastining navbatdagi soni. Bugungi mehmonimiz, o'zingizni qisqacha tanishtirishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Rahmat. Ismim Ibrohim. Yoshim 21 da. Turin Politexnik universiteti 4-bosqich IT yo'nalish talabasiman. Va shu bilan birgalikda men bir vaqtning o'zi talabalar almashuv dasturida qatnashib, ya'ni 3-kursda Polshaning o'sha Erasmus+ talabalar almashuv dasturida qatnashib, Polshada o'sha Politexnik universitetida bitta semestr o'qib kelganman. Shuningdek, NSP grant sohibiman. Ya'ni 4-kursning 1-semestrida Yevropaning Slovakiya davlatida Pavel Yusuf Safarik universitetida o'qiganman. Grant sohibiman dedingiz. Shu grantingizdan boshlasak, qanaqa grant yutgansiz? Hop, grant yutish jarayoni juda zo'r bo'lgan, ya'ni qiziqarli bo'lgan. Nega desangiz, grantga topshirgan vaqtim aslida unda Polshada hali o'qib yurgandim. Polshada o'qib yurgan vaqtimda, ya'ni shu 2-semestr o'qib yurgan vaqtimda shu chiqib qolgan, ko'rganman, eshitganman. Shu grant bor, topshirsa bo'ladi, harakat qilib ko'rsa bo'ladi. Ya'ni keyingi semestrga уже сразу uni ulab olsa bo'ladi. Siz xorijda o'qib turgan paytingiz yana xorijga topshirgansiz? Da, o'qib turgan vaqtim yana topshirganman. Aha. Chunki aytaylik, haqiqatda aytsak, Polshada o'qib yurgan vaqtim bu self funding bo'lgan. Ya'ni talaba o'zini o'zi aytaylik chiqimlarni, ya'ni rasxodlarni o'zi qoplash. Bu NSP bu o'sha universitet, ya'ni universitet emas, shu government, ya'ni davlat tomonidan qoplab beriladigan stipendiya grant dasturi edi. O'shaning uchun harakat qilganman. Bu grantga hamma narsa o'zini ichiga oladi. Avia chiptalari, borish kelish. Xo'p, shu grant haqida gapirib beradigan bo'lsam, grant bu o'sha NSP dasturi talabaga bitta semestrga o'sha Slovakiya davlatiga kelib ketib, o'sha yo'nalishi bo'yicha o'qib va oylik 620 yevrodan stipendiya to'lashadi va shuningdek o'sha aytganingizdek talabani o'sha kelib ketish yo'l xarajatini ham qoplab berishadi. Ya'ni o'qish davomiyligi 5 oy bo'ladi va har oy 620 yevrodan, shuningdek o'sha aytganimizdek bordi keldi aviabileti. Da, o'qish tekin, o'qish mutlaqo tekin. Xo'p, u beriladigan stipendiya nimaga kirib ketadi? Asnonom sizga u yoqda o'sha yashash joyingizga, ya'ni yotoqxonada tursangiz, yotoqxonada, shuningdek o'sha kunlik rasxodlaringizga va o'sha ortib qolgan pul o'sha siz o'zingiz o'sha aylanaman, Yevropani ko'raman desangiz, asnonom, ya'ni asosan o'sha Yevropani aylanish uchun nima qilinadi? Turin Politexnik universitetida o'qib yurgan paytingiz exchange almashinuv dasturi bilan Polshaga ketgansiz. Shunda sizga faqat Polsha bo'lganmi yoki tanlash imkoniyati ham bo'lganmidi boshqa davlatlarni? Aslida imkoniyat bo'lgan, chunki bizda Turin universiteti aslida o'zi Italiyada главный universitet o'zi Italiyaning qoshida ochilgan, chunki Turin universiteti. Xo'p, o'sha vaqt o'zida menda imkoniyat bo'lgan Italiyaga, Turin universitetini, Politexnik di Turin universitetiga borish, shuningdek Germaniyaga va Polshaga. Litvada ham bor edi, Litvaga ham bor edi, adashmasam. O'shanda men Polshani tanladim, chunki Polsha Yevropadagi eng nima desak ekan, talabalar uchun finansiy tomonlama hamda hayot tarzi tomonlama ham qulay davlat hisoblanadi. O'shaning uchun Polshani tanlab, Polshaga o'sha Erasmus+ orqali ketganman. Bordingiz, o'sha Polshada o'qishni boshladingiz. Necha oy davom etgan bu o'qishingiz? O'qish o'zi aslida 5 oy bo'ladi. Bitta semestr 5 oy davomiyligi. 5 oy ichida siz qanaqa tajribalarni yig'dingiz o'zingizga? Nimalarni oldingiz, nimalarni ko'rdingiz? Qanaqa qadr joylab bo'lgandir, afsuslandingiz, bekor kelibman degan xayol bo'lgandir balki. Albatta. Chunki bu menda birinchi marta bo'lgan, ya'ni O'zbekiston tashqariga chiqish.
ya'ni birinchi chiqqan davlatim o'zi Turkiya bo'lgan. O'sha через Istanbul uchganmiz edi Polshaga. No, Istanbul yo'q ekan, chunki u yerga aylanishga borgansiz. No, основном hayot уже Polshada boshlangan. Borishida birinchi oy ancha nima desak ekan, qiyin o'tgan. Culture shock bo'ladi-da baribir. Da adaptatsiya juda qiyin bo'lgan. Chunki men bir o'zim borganman universitetga, ya'ni boshqa talabalar yo'qmi o'zbek? O'zbek talabalar bor, faqat ular boshqa universitet, boshqa shaharda bo'lishgan. Siz tanishlaringiz yo'q, hech kim yo'q. Yo'q. Shu tomonlama ham qiyin bo'lgan. Da, shu tomonlama ham aytaylik, ma'lum bir jihatda davleniya bo'lgan. Ya'ni bir o'zim universitet, ya'ni men yashaydigan rayonda ham shu o'zbek yo'q. Men yotoqxonaga joylashganman. Yotoqxonada neighbor room deyiladi. O'shani 2 kishilik xona. Meni yonida xonadoshim turk bola bo'lgan. Iit degan, ismi Iit degan bola. U ham shu menga o'xshab kelgan student bo'lgan. Asosan shu birinchi nima qarayman, atrofimda bitta ham o'zbek sabon gapiradigan inson yo'q. Hamma bilan faqat ingliz tilida suhbat. Shu tomonlama ozgina qiyinchilik bo'lgan. U yoqni ta'limi, ustozlari, shularni ham gapirsangiz. Hop, ta'lim to'g'risini aytaman, shu Yevropa ta'limida, ya'ni не только Polshada, Yevropa ta'limida bizlarga, ya'ni bizlar Turinda unaqa emas, milliy universitetlarni solishtiradigan bo'lsak, yer osmonchalik farqi bor. Nimaga deydigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda forma degan narsa mutlaqo yo'q. Xohlang siz aytaylik oddiy casual kiyimda keling, xohlang siz uy kiyimida kelsangiz, u hech kimga qiziq emas, muhim rol emas. Chunki siz universitetga ta'lim olishga borasiz. Ya'ni sizni tashqi ko'rinishingizga qarab baho berishmaydi. Bu bir. Ikkinchisi, bu fanlarni juda puxtaligi, ya'ni siz yo'nalishingiz bo'yicha ta'lim olasiz va siz oladigan fanlar o'zingiz tanlaysiz. Sizga fanlarni aytaylik ro'yxatini berishadi, yo'nalishingizga oid bo'lgan fanlarning ro'yxatini. Ma'lum bir fanlarni siz bilishingiz mumkin, ma'lum bir fanlarni bilmasligingiz mumkin. Imенно o'sha siz o'zingiz muhtoj bo'lgan, ya'ni qiziqqan fanlaringizni tanlashingiz mumkin. Ya'ni bitta semestrda shu 6 ta, 5 ta, 6 ta, 7 tagacha bo'lishi mumkin. Fanlarni tanlab, o'sha o'zingizga oid bo'lgan fanlarni o'qishingiz mumkin. Ularni aytaylik dars jadvalini siz o'zingiz xohlagan kun va xohlagan vaqtingizga qo'yishingiz mumkin. Darsni kechiktirsangiz ham mumkin. Ya'ni aytaylik siz ba'zi kunlari kunduzi bandsiz. O'sha kechki obeddan keyingi bo'lgan vaqtda siz уже bo'shsiz. Ya'ni o'sha soat 3 ga ham qo'yishingiz mumkin. Talabalar uchun barcha komfort yaratilgan. Komfortda juda ko'p. U yoqdagi ta'lim sifati, ya'ni aytsak bo'ladi, professor bilan talabaning o'rtasida hech qanaqa devor yo'q-da. Misol uchun bizda shu bilinadi. Buni ko'pchilik talabalar aytadi, ayniqsa o'qib kelgan talabalarimiz solishtiruv paytida xuddi mana shu gapingizni aytishadi ko'pchilik. Shunaqa bo'ladi. Juda qattiq bilinadi, chunki bizda bilinadi, что talaba и professor shu borda urovень. Professor san talabasan, a talaba u professor deb qaraydi. U yoqda shu narsa yo'qdi, hamma bir xil. Goh u rektor bo'lsin, goh u dekan bo'lsin, goh professor o'zini hamkasbiga qaragandek qaraydi. Xuddi shunday. Sizlar professor muammosi bor. Misol uchun qaysidir sferada professor ham misol uchun doktorlik dissertatsiyasini o'qiyotgan bo'lishi mumkin, PhD ni o'qiyotgan bo'lishi mumkin. O'sha PhD-siga siz PhD bitirish uchun aslida shogird chiqarish kerak edi. O'sha shogird siz bo'lishingiz mumkin. Ya'ni sizlar birga ishlashingiz mumkin. Ne только fan tomonlama, fandan tashqari, darsdan tashqari bo'lgan vaqtingizda ham mana shu tomonlama ham o'sha birlashishingiz mumkin. Do'st bo'lasizlar-da. Obedga ham даже birga chiqishingiz mumkin. Menda shunaqa bo'lgan. Shu fan dars tugagandan keyin endi qanaqa shu hamma do'stsiz bilan faqat birinchi qadam siz qilishingiz kerak bo'ladi. Chunki kamdan kam holatda sizga birinchi qadam keladi. Chunki bu narsa endi sizga kerak. Siz qiziqtirasiz, shu sizga qiziqadi. Shu tabiiy hol professor endi talabaga borib ketdi, obed qilamiz demaydi. To'g'ri. Shunaqa demaydi. O'shaning uchun shu ko'p tomonlama, ya'ni tashqi tomonda ham ko'chadagi kimdir bilan tanishmasangiz, ko'p holatda birinchi qadam siz qilishingiz kerak bo'ladi. Endi shu birinchi qadam qilsangiz, u yog'iga уже bir kunda tez do'st bo'lib ketasizlar-da.
kontakt almashib, keyin u yog'i keyin sekin-sekin agar professor bilan gaplashadigan bo'lsak, shu do'st bo'lasizlar, realni bilinadigan darajada. Eng qizig'i professorlar ham aytadi. Shu sizni o'qish protsessingiz, mana shu ma'lum bir fanni professori aytadi, o'qishi boshida shu deydi, sani faning deydi, shunaqa leksiya bo'ladi, shuncha praktika bo'ladi, shuncha laboratorniy robotalar bo'ladi deydi. Sizga полностью aytaylik schedule ya'ni ro'yxat ko'rsatadi, tushuntirib beradi sizga, nima o'qishingiz kerak, nimalar bo'ladi. Bu narsa bilan qo'rqitmaydi-da talabani. Tushunasizmi? Sani sessiya kelganda qiynayman, san sessiya boshlanganda bunaqa bo'lasan. Yo'q. Ochiqdan ochiq, bizada ochiqdan ochiq tahdid qilishadi. Вот. O'sha talaba hali sessiyagacha yarim yil bor, уже mana bu yerda o'tiradi. Boshini qashib. Shunaqa narsa yo'q. Teskarisi. Siz boshida qiynalib, tayyorlanasiz, prezentatsiyalar qilasiz, topshirasiz, oxiriga borganda liba yozma test, yozma bo'ladi, savol-javob, liba shunday o'tirib suhbat bo'ladi. Og'zaki suhbat bo'ladi. O'sha fan bo'yicha nimalar o'rganding deydi, nima topding deydi, nima qiziqarli bo'ldi senga deydi. Faniy tomonlama ko'proq savol berasiz, shu bilan bo'ldi. Polshadan keyin srazu Slovakiyaga o'qish uchun ketgansiz, grant yutib. Grant yutganingizda nimalarga ahamiyat berish kerak? O'zingiz tajribalaringizdan kelib chiqqan holda aytsangiz, shu grant yutayotganda aynan nimalarga ahamiyat berish kerak, nimalarga fokus qaratish kerak? Siz Slovakiyaga borgansiz, to'g'ri, endi u yoqda ishlamagan bo'lishingiz mumkin, chunki siz grant yutgansiz, sizga pul ham berishadi. Grant yutmagan talabalarimiz ham borib o'qiydi, ham ishlaydi. O'qish bilan ishlash balansini qanaqa olib ketish mumkin? Ishlasa o'qishi qolib ketmaydimi? Ko'pchilikni ko'ramiz, o'zi o'qish uchun boradi, lekin ishga o'tib ketadi, o'qishi betdan qolib ketadi, yopolmaydi. Xullas, finansiy tomonlama qiynaladi demoqchiman. Shunaqa. To'ppa-to'g'ri gapingiz. Ya'ni Polshaga borganimda o'sha aytgandek, hali grantga o'tmay turaylik, buni yopib olamiz. Xo'p, Polshada o'qib yurgan vaqtimda menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Ya'ni finansiy tomonlama aytaylik muammolar ko'p bo'lgan. O'shaning uchun aytaylik talaba qilishi mumkin bo'lgan ish borki, barchasini qilib chiqaman men o'zim ham. To'g'risini aytaman. Любой Yevropani xohlagan davlatiga boring, u yoqda siz birinchi qiladigan ishingiz bu временный propiskaga o'tishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni vaqtinchalik propiskaga o'tishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni men bordim, ertasi kuniga o'sha universitetga borganman, universitetdagi dokumentlarni hal qilib, ertasi kuni o'sha tashqi dokumentlarni, bankdan shot ochasiz, vog'gazon qilasiz. Ya'ni nima demoqchiman, bir hafta ichida bordim, oradan bir hafta o'tdi. Men o'sha kuryer bo'lib ishga chiqaman. Ya'ni turimi, bemalol aytishingiz mumkin. Buni ko'pchilik aytadi, yashirmaydi, yashiradigan. Da, o'z boricha aytiraman, shu realni aytaman, shu qilmagan ishim qolmagan talaba uchun nima mumkin bo'lgan ishlardan. Chunki siz grant yutmagansiz. Grant yutmaganman-da, shu sizni muammongiz, bu sizni muammongiz. Sizni problemangiz, hech kimga qiziq emas. Bu narsani kimdirga aytasiz, kimga aytasiz? Mayli, uydagilar nima qiladi? Ozgina ularni ham nabir ko'proq siqilishga majbur qilib qo'yasiz. Chunki siz birinchi marta chiqasiz. O'shaning uchun bu narsani hamma bekitadi-da. Chunki sizni qorningiz ochiq qolsa, sizni qorningiz ochiq qoladi bugun. Boshqalarning kim qorni ochiq qolmaydi-da. Siz bugun ko'chada qolsangiz, siz bugun ko'chada qolasiz Yevropada. Hozir men gapingizdan tushundim. Siz Polshada ham o'qib ham ishlagan bo'lsangiz kerak, Slovakiyada faqat o'qigansiz. Shunaqa. Polshada shu bir vaqt o'qidi, bir vaqtning o'zida o'qib ishlaganman ham. Polshada bir haftada necha marta o'qish bo'lardi? Polshada o'sha men shunaqa qo'ygandim. Bitta через hafta o'zgaradi. Birinchi hafta 3 kun, ikkinchi hafta 2 kun o'qiyman. Qolgan kunlari ish bilan shug'ullangan. Qolgan vaqtda ish bilan ishda bo'lganman. Kuryerlik qilganingizda qancha pul topgansiz? Bu pul sizni qanchalik sarf xarajatlaringizga yetgan? To'g'ri aytaman, hech qancha yetmagan. Chunki men adashmasam 1 yarim oycha ishlaganman kuryer bo'lib. Sababi qoplamagani sababi ko'p nima desam, pul olib kelmaydi bu narsa. Kuryerlik sizni ko'p vaqtingizni olib qo'yadi bu narsa. Ya'ni aytaylik velosipedda qilganman. Meni keysimni qilgan bo'lsak, velosipedda qilgan bo'lsam, ko'p vaqt ketadi. Uzun rasstoyani shu hisobiga qoplamagan.
Undan keyin sразу man topshirganman nimaga? Macga, ya'ni McDonald'sga topshirganman. U yoqda bilsangiz Yevropada o'sha liba siz asosan soatiga pul olasiz. Kunlik ishlagansiz. Ha, shu Yevropada shuda. Ya'ni siz student uchun kunlik ishlab bo'ladi, soatiga to'lanadi bu narsalar. Bir kunda qancha ishlab necha pul topish mumkin? Tak, bir kunda qancha? Man Polshadagi o'sha kuryerlik vaqtimni oladigan bo'lsak, man bir kunda kuryerlik qilib o'rtacha 120 zlot topardim. Ya'ni Polshani pul birligi zlotda. Dollarda bu adashmasam 30-32 dollar. Bir kunda topasiz. Тоже bu не факт. То есть siz stabilni topasiz. Ba'zi kunlari aytaylik yomg'ir yog'averadi. Siz o'zingizni xohishingizga qarab bu narsa chiqmasangiz bo'ldi. Shu pul yo'q. Chiqsangiz, lekin ko'proq topishingiz mumkin. Lekin qiynalasiz ko'proq. Chunki yomg'irda endi men nima qilsangiz ham sovuq o'tadi, qo'l bo'ladi, shamollashingiz mumkin. Mani vaziyatim bunaqa. Menda chunki shu xato qilganman chiqib. No, 2 baravar bo'lib qaytganmi? Shamollab, dori-darmon. Vot. Xuddi shunaqa bo'lib kelgan. Qozoq bola bilan tanishganman, o'sha aytgan. Davay chiqin, sen ko'proq topasan degan. Chunki u ham shunaqa qilib, o'sha menga o'zi anaqa qilgan. Davay shunda topasang bo'ladi degan. Shu chiqaman shu ertasi kuni shu shamollab, prostuda. Yaxshi, men bu yoqdan har doim ketayotganimda sumkamga o'sha asonom dorilarni prям вот yaxshi количествоda dori olib ketaman. O'shanda bir marta shamollagandim, o'sha hamma dorilarni ichib yaxshi bo'lib qolganman. Asonom shu dorilar shunaqa olib olaman. Asonom kerak bo'lgan narsalar. Xo'p, u yoqda asonom ishlaganman. Undan keyin Mac'da ishlaganman, McDonald'sda ishlaganman. U yoqda soat yetib oladi va ish to'xtamaydi u yoqda. Chunki fast food не только u yoqda, любой joyda fast food bilasiz, zakaz ko'p tushadi, ishi to'xtamaydi-da. Qaragandan to'xtamaydi. И вот fiks bo'lasiz, полностью. Shunga u yoqda adashmasam bir hafta ham ishlamaganman, ketganman. Chunki реально odam charchaydi. Oyoqda turasiz, oyog'ingiz yetib keladi-da. Qo'pol qilib aytganda shu har xil ishlarda ishlab, keyin o'sha turk kebablarida shunaqa ishlab, вот pромежутка o'tganda, undan bunga qilib, mana shunaqa ishlab pромежутка o'tgan. Almashinuv darsida o'sha 5 oylik kontrakt narximi, o'sha narsasi ichida bo'ladimi? Davlat to'laydimi yoki siz o'zingiz xarajatlaringizni qoplashingiz kerak bo'lganmi? Kontrakt masalasi bo'yicha kontrakt qarang bizda o'sha birinchi Polshada bu yoqda memorandum bo'ladi universitet tomonidan. Bu degani bu yoqdan ketsa talaba yoki u yoqdan bu yerga ketsa talaba to'lamaydi kontrakt. Siz to'laysiz kontrakt. Agar siz bu yoqda kontrakt o'qiydigan bo'lsangiz, mashti kontraktingiz to'laysiz. Grant o'qiysiz, grant shu to'lamaysiz hech bola. Bo'ldi. Xo'p, уже Slovakiyaga o'tadigan bo'lsak, men Polshada o'qib yurgan vaqtim, уже men ketishimga yaqin, уже men Slovakiyaga kirib bo'lgandim. Ya'ni men O'zbekistonga qaytaman, vizaga topshiraman, viza olaman, yana ketaman. Shunaqa bo'lgan. Viza bilan bog'liq muammolar bo'lmaganmi? Viza bilan bog'liq muammolar yo'q. Polshaga ketayotganda viza bilan muammo bo'lmagan, chunki bu universitet tomonidan qilingan. Siz universitet tomonidan yetarlicha narsalar olasiz, sizni bu narsani tepangizga qarab turishadi-da, bunaqa deydigan odamingiz bo'ladi. Polshada ketayotganda shunaqa bo'lgan menda. Polshada shu ishlab qanaqa qilganman. Qaytishim vaqti tugadi, vizam tugadi, уже qaytishim kerak. Shu eng katta xato deb bilaman. Talaba boradi, o'qish uchun boradi, ishga kiradi, yaxshi ish bordi, yo'q emas. Tam zavodlar, kompaniyalar bor. Shularda kiradi-da, pul topishni boshlaydi. Aytaylik oyiga, qo'pol qilib aytganda, oyiga 1,5 ming, 2 ming euro topsa bo'ladi-da. Bu degani student borasiz-ku, student borganingizda siz nalog to'lamaysiz-da. Davlat sizdan nalog olmaydi. Studentga privilegiyalar juda katta. Sizda ko'p skidkalar bo'ladi, chunki siz studentsiz. Studentskiy kartangiz bo'ladi, o'sha karta bilan siz ko'p joylarda imkoniyatlar ko'p. Borgan studentlar shu viza srogi tugaydimi, уже ketish kerakmi? Ketmaydi-da, shu ish qolib, уже nelegalniy qolish boshlashadi ular. Aslida nima ketadi? O'qish uchun ketgan, yo'lga borib o'zini ishlagan, pul topgandan keyin qo'pol qilib aytganda aynib, уже qolib ketishadi. Pul orqasidan. O'shaning uchun men o'zim o'shaning uchun qaytganman sразу.
qaytish kerak. Hammaga maslahatim bording, nima uchun borganlar unutmaylik. O'sha okey, ish bilan siz pul toping, nimaga? Sizni qorningiz to'q bo'lsin, yotadigan joyingiz bo'lsin, bo'ldi. Undan ortiq siz karyera uchun, qilish uchun bormagansiz-da. Mashina olaman deb yoki ota-onangiz uchun nimadir qilaman deb bormagansiz. U yerga ta'lim olish uchun borgansiz. Ya'ni siz yetarlicha pul bir kunda 4 soat yoki 5 soat ishlab, shu bugungi ovqatimga, ertangi bu haftalik ovqatim puli bormi? Yotadigan joyim uchun o'sha arendani puli bormi? Bo'ldi. U yog'iga o'sha bilim olish kerak. Chunki siz bilim olish uchun kelgansiz. Sizdan hech kim nimadir talab qilmaydi-da. To'g'ri. Vot, o'shancha talaba nima uchun boradi? O'qishga boradi. Ishlaganmanda aylanmaganman Yevropani. Aylanishga vaqt bo'lmagan. Man shu уже vizangiz tugasa, уже siz Yevropa eshiklari, darvozalari yopiladi. Уже ketishingiz kerak. Menda shunaqa moment bo'ldi. Man o'yladim. Именно o'sha vaqtda anaqada Dubayda shu bezvizaviy nima ochgandi. Ha. 30 kunlik bilsangiz agar bezvizaviy bor bizani O'zbekiston fuqarolari uchun. По-моему, haligacha shu bor, ishlaydi. Ya'ni 30 kun ichida siz Dubayga bemalol kirib aylanib ketsangiz bo'ladi. Обязательно Arabskiy Emiratlarga. To'g'ri, o'shanda keyin o'yladim, da mayli, nasib qilmabdi. Просто Italiyani aylanganman, ketganman. Через Italiya uchganimda shu Dubayga aylanganman. 2,5 hafta adashmasam. 2,5 hafta Dubay aylanib. 2,5 hafta Dubayda qolgansiz. Shu qaytayotganimda men Yevropadan Abu Dabiga uchganman. Abu Dabi shu. Demak, Polshada yaxshigina summa ishlab kelgan ekansiz. Shu menda ham bo'lganda, chunki o'shacha aytdim, talaba nimaga boradi? O'qishim borganmi? O'shaning uchun menda realno bo'lgan. Shu o'ylaganman. Agar men oyiga shu oxirgi 2 oyda уже men yaxshi joyga kirgan, yaxshi pul beradigan joyga kirib qolgandim. Shu menda o'sha may oyidagi oyligim 8300 zlot tushgan. Ya'ni $2000 oshiq pul tushganda bu so'mda bir oyda tushgan summa. Endi gullayotgan paytingiz ketib qolgan ekansiz. Грубо говоря, да, shunaqa desak bo'ladi. No, увы, siz kimsiz, talabasiz. Keyin o'shaning uchun nima ekan? Onamga aytganman. Ma'am dedim, menda shunaqa imkoniyat bor, nima qilay? Ketganlar, o'zing bilasan. Sani hayoting, sen nimaga borgan edi dedilar. O'qish uchun deganlar, bo'pti deganlar. Shu asoban nimadir demaganlar. Всё в твоих руках, nima qilsang, siz kasha pishirasiz, siz kashani o'sha yoqsa ham, yoqmasa ham, pishsa ham, pishmasa ham siz yeysiz uni. To'g'ri. Vot. O'shaning uchun men nelegalniy bo'lib qolib ketishim mumkin. Pul topishim ham mumkin bir vaqtning o'zida. Men o'yladim, ertangi kunimni. Ertangi plan. Men nima qilmoqchiman o'zi? Hozir ishlayman. Mayli 1 yil ishlayman yana nelegal. Yana mayli 2 yil ishlarman. 2 yil ishlab, okey, mashina olarman, otamga sovg'a qilarman mashina olib. Onam uchun yana nimadirlar qilib berishim mumkin. Keyin men nima qilaman? По-любому ertaga qaytishim kerakmi? Qaytaman, aniq deport bo'lib, уже menga darvozalar yopiladi. Bu yerda men yana boshqatdan nol boshlashim kerak bo'tgan. Bu narsa bo'tdi. Diplomingiz ham kuyadi, shunaqa. Agar qolib ketsangiz. Chunki bu yerda o'qishni sizni so'raydi, siz yo'qsiz. Okey, siz hech qayerda yo'qsiz, na u yerda o'qiysiz, na bu yerda o'qiysiz. Siz o'rtada уже havo bo'lib qolasiz. To'langan kontraktlar havoga uchadi. Da? Achseniya qo'rishadi, bo'ldi. Shu bilan o'qishingizdan ham ayrilasiz. Shunaqa bo'ladi. O'shaning uchun o'yladim. Har bitta plyus narsani va minusi bo'ladi. Da. Har doim shu plyusi bormi? O'shanga yarasha minuslari ham bo'ladi. Vot, o'shaning uchun o'ylagan, tushundim. Что meni keyingi qiladigan ishlarim, maqsadlarim katta. Menda o'sha motivatsiya bo'lgan, что menda Ibrohim, uspokойся, sen pulga qiziqma hozir. И то senda hozir уже Yevropaga yana kelar ekansan, уже sentyabrdan, 1 oy o'tmasdan, yana sen mazza qilib aylanishing mumkin. Senda shans bor. Qolaman desang, ana o'shanda qolmaylar dedim. O'shaning uchun Dubayga uchdim. Dubayda ham vot istoriyalar bo'lgan. Dubayda o'sha 2,5 hafta bo'lganman. U yoqda shu birinchi borgan kunim otelda o'sha resepsiyonda turgan vaqtim, yonida bitta bola turgan. Kelib o'zbekmisiz deb qoldi-da. Shu akasi o'zbek bolalar bo'lgan. Ismi Kamoliddin degan bola. Vot ular bilan tanishib qoldim. O'sha akasi u inson 2 yildan beri Dubayda yashaydi. Как раз o'ziga qizi dedim. Siz meni ertaga aylantirasiz Dubayga, men bilmayman dedim. Bo'pti dedi. Rozilik bildirib, keyin o'shanda сразу kontakt almashib oldim.
kech payt yozishni, ertasi kuni ko'rishamiz. Shu bilan ko'rishdik. U safarga chiqqan odammi Xudo qo'llaydi deb bekorga To'ppa-to'g'ri. ketishmaydi-da. To'ppa-to'g'ri shunaqa Man bo'ladi. 2 yildan beri Dubayda yashaydigan odam sizni ko'rib qolishi bu tasodif emas deb o'ylayman. To'ppa-to'g'ri. Shunaqa. Eshitganingizdek, yo'lingiz ochiq bo'ladi. Chunki o'zi любой, ya'ni xohlagan talaba boshqa davlatga chiqqanda u yolg'iz qolgandan keyin u yolg'iz kim bilan Alloh bilan qoladi. Ya'ni uni shu bugungi qiladigan ishi, ertangi qiladigan ishi hammasi Allohga tavakkul qiladi-da. O'shaning uchun tavakkal qilib, duo qilib, shu hammasi Allohdan deysiz. Shu bilan bo'lib ketadi hammasi. Siz o'zingiz uchun to'g'ri yo'lda bo'lsangiz, qilmoqchi bo'lgan ishingizni ertaga hech kimga zarar tegmasa, ya'ni o'sha to'g'ri yo'lda bo'lsangiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Shuning uchun Dubayga bordim. U yoqda tanishdim. Ertasi kuniga u bilan ko'rishdim, aylantirdi. Dubayga ozgincha o'sha biz yashagan rayon JBR, ya'ni Jumeirah Beach Residence degan rayonda borib yashaganman. Telemushda bo'lgan. O'sha Palmaga yaqin. O'sha rayon aylanganmiz. Uni ertasi kuniga keyin o'tib qolgan. Оказывается, shu bitta Qozog'istonlik bolani olib yuribdi. Ya'ni грубо говоря, gidlik qilyapti. Ha. Aylantirib yuribdi. Xolisi sizni ham qo'shib olaman, birga anaqa qilamiz degan. Aylantirib yuraman degan. Sizdan pul olganmi aylantirganida? Shu men aytganman. O'zbekmisiz? O'zbek. Men ham o'zbekman. Men tем более talabaman. Ha. Shu mendan oldin aytganman, shunaqa qilmang. Okey, если что обед, за мой счет. No, men uchun ertaga kelib nima qilmang, turib, sandan shuncha bo'ldi deb chek so'ramang. Yo'q dedi. Yo'q dedi. Shu musofirga yordam beradi. Oldindan kelishib olgan. Men shu, chunki menda Polshada shu narsa urok bo'lganda. Ha, tajriba bo'lgan. Da, menda tajriba bo'lgan. Chunki ko'p holatda har doim emas, o'zbek qo'llab-quvvatlashi. Ayniqsa Yevropada shu narsa bilingan. O'shaning uchun Polshada ayniqsa, o'shaning uchun ko'p holatda неважно, har doim o'zingizga ishonishingiz kerak. Не строй план на людей deyiladi. Ya'ni o'sha planlaringizni odamlarga qarab qurishingiz kerak emas. Ya'ni sizga misol uchun men aytaman, ertaga siz bilan mana shu bu offerlarga borib, mana shu dokumentlarni topshiramiz deyman sizga. Siz menga nima qilasiz? Надеяться qilasiz. Ya'ni ishonib qo'yasiz. Ertangi kuningiz men bilan o'tishiga siz уже надеяться qilasiz. Вот, o'shaning uchun не строй план на людей. Ertaga men sizni, грубо говоря, kidать qilib ketishim mumkin. Bu bo'lgan hodisa. Ya'ni ish so'rab borganman, o'sha turk kafesiga borganman. U yoqda menejerlar, o'sha ishchilar o'zbeklar-da. Andijonliklar, shunaqa ular bo'lishgan, ular aytishgan. Sizga bu yoqda ish yo'q. Siz lutchi boring, boshqa ish qilmang, liba qaytib ketganingiz ham ma'qul deyishgan. Da. Shunaqa bo'lgan. И menda реально давление bo'lganda, shu men nima qilaman deyaptimda. Shu momentda shunaqa bo'lgan. O'shaning uchun lutchi o'zingiz qidiring. И неважно qaysi millat vakili, то есть o'zbek emas joyga borib o'zbeklarni qidirsangiz, siz ko'p vaqtingiz ketib qoladi. Ko'p vaqt yo'qotdingiz, shu minusga ketasiz. O'shaning uchun o'sha davlatni, o'sha millatni, o'sha davlat insoni bo'lsin, tam polyak bo'lsin, turk bo'lsin, qozoq bo'lsin, boshqa bo'lsin, неважно-da, shu so'raverish kerak, qiziqaverish kerak. Men birinchi borganda shu, chunki men bu yerda universitetda Turinda ishlaganman o'zim, marketingda, fotograf bo'lib. Shuning uchun men har doim o'qishim joyidan ish qidirishga harakat qilaman. Yaqin bo'ladi, tezroq moslashaman, hamma bilan chiqishaman. Tushundingizmi? Talaba просто professor bilan emas, уже kadrlar bilan tanishadi-da. Umumiy отдел bor, отдел kadrov bor, o'shalar bilan уже tanishish boshlaysiz. Shuning uchun men borganman, Polshada ish bor, ularda radio bo'lgan, no faqat not paid, ya'ni to'lamaydi degan. Просто siz o'zingiz xohishingizga qarab degan shu ish. Borganman, shu bir haftami qiziqqanman, chunki men O'zbekistonga kelganman. Shu o'zbekistonlik talaba bo'lgan ulardan oldin. No, men o'sha radioda ishlagan o'zbek talabasi bo'lganman. Ya'ni u yerga borib o'sha bizning tariximizni gapirib berganman. O'zbekiston o'sha Markaziy Osiyoda joylashgani, nimaga turistlar kelish kerak bizani O'zbekistonimizga. O'sha narsalarni o'sha radioda gapirib, nima qilib? Buni qaysi tilda gapirgansiz? Ingliz tilida. Ingliz tilida gapirganman. No, ularda основной radio polyak tilida bo'lgan, ingliz tilida ham gapirsang bo'ladi degan. O'sha ingliz tilida shu O'zbekiston haqida gapirib berganman. Tariximiz, Alisher Navoiy ular haqida, ya'ni o'sha Xamsa asari, Society Speech nimaga shunchalik taniqli, Samarqand, Buxoro, ya'ni O'zbekistonda nimasi bilan mashhur
deylik o'sha dasturlash istoriyasi bilan, shuningdek keladigan любой turist borki, unga majburiyat nima? Osh yeyishi. Вот, shularni gapirib, shuni ishlaganman. No rahmatga qorin to'ymaydi. Shuning uchun ketishga majbur bo'lganman. O'shaning uchun yoqqan, Lekin pul yo'q. Shu siz ha, ishdan chiqasiz, qorningiz ochdi. ha. Sizga o'sha yog'i hech kimga qiziq emas aytganimdek. O'shaning uchun ketishga majbur bo'lganman, qiziq bo'lishiga qaramasdan. O'zimga yoqsa ham, yoqmasa ham boshqa ish qilishga majburman. Shuning uchun ani yoqtirgan ishingni qil, yoqtirgan ishingni qidir degan narsaga men ishonmayman. Okey, topasiz yoqtirgan ishingizni. No sizga ertaga u yoqdan kelmasa, Summa kelmagandan da keyin. feedback kelmasa, sizga u yoqdan qarsa ikki qo'ldan chiqadi. Ha. U yoqdan hech bola kelmasa, siz beraversiz, siz undan atkat olmasangiz, shu sizga уже berishingni to'xtaysiz-da siz. Shuning uchun nima ish bo'lishini qat'iy nazar qilayotgan ishingizni yaxshi ko'ring. Bo'ldi, sizda boshqa vibr yo'q. Liba siz qilayotgan ishingizni yaxshi ko'rasiz, liba yoqtirmasangiz ham qilasiz. Siz ikkita случайda baribir o'sha ishni qilasiz. O'shaning uchun yoqadimi, yoqmaydimi, siz har doim plyusini qidiring o'sha ishni. Da. Вот. Dubayda aylandik. Yaxshi, Dubayda men real aytaman, dam olganman. Real dam olganman. Ancha charchoqlar chiqqan. U yoqda ham o'ziga yarasha qiziqarli voqealari bo'lgan. Qaytdim. Dubaydan уже dam olib qaytganman. И сразу o'sha avgust oyida уже viza protsess boshlangan. Vizada shu mashta problema bo'lgan menda. Ya'ni nima problem? Dokumentlarni yig'dim. Hamma universitetdan olishim kerak bo'lgan dokumentlarni olganman. Vizadan очередь olib vizaga borgan kunim, dokument topshirish kunim, dokumentlarni qabul qilmagan. Nimaga? Shu sen shablonda xato qilgansan degan, kichkina xato bo'lgan. Chiqib 5 minutdan to'g'rilab qaytganimdan keyin yo'q, qabul qilmaymiz degan. Boshqatdan очередь olasiz degan, shu bilan qaytarib yuborgan. Bu degani siz boshqatdan pochta yozasiz ular sizga ma'lum bir kunni qo'yadi, ya'ni 2 haftadan keyingi kunni qo'yadi. Shunaqa qilib ozgina shunday stress bo'lgan, ya'ni уже siz bitta уже qabul qilmadimi, ya'ni yana qabul qilmasachi degan narsa bo'ladi yoki отказ olishingiz ham mumkin-da. O'shaning uchun yana topshirib yurganman. Keyin ikkinchisi o'sha kechroq bo'lsa ham kirib, chiqqan уже. Unda уже chiqqan viza. O'shaning uchun o'qishim 15-sentyabrda boshlangan bo'lgan, lekin men 30-da borganman. 2 hafta kechikib borganman. Bu yoqda Slovakiya уже boshlandi. Menda уже hech qanaqa stress yo'q, qo'rquv yo'q. Xuddi bir O'sha tajribalaringiz yig'ib oldingiz. Bu siz uchun o'sha ikkinchi holda. Вот. Shuning uchun menda qo'rquv bo'lmagan umuman. Problema bo'ladimi? Uni har doim решениyasin topaman. Chunki bilganman. Muammo borki, har doim yechimi bo'lgan. Men ko'chada qolay, ertasi kuni yana topib ketaman yo'limni. Shuning uchun hech qanaqa qo'rquv bo'lmagan, shu tayyor keldim. Joylashganman. O'quv programma juda zo'r. Bu yoqda Slovakiya bilan lekin bilinarli darajada bo'lgan. Chunki bu yoqda menda ko'p qarasam, ishlashimga hojat yo'q. Har oy menda 620 yevro pul bor. Yashashimda muammo yo'q. Mana единственный, ya'ni yagona so'raladigan narsa bu o'qish. Shuning uchun ko'p fan tanlab, Основном o'zimni sohamdan sal uzoqlashgan holat. Meni o'ziga software injener. Men u yoqda asosan o'sha 6 ta fan o'qigan bo'lsam, hammasi AI, ya'ni artificial intelligence, sun'iy intellektga oid bo'lgan fanlarni o'qiganman. Ta'lim darajasi zo'r. O'sha aytganda, bir xil, ya'ni Polsha bilan bir xil bo'lgan. Bu yoqda men ko'proq fanlar o'qib, ko'proq fanlar tanlab, ko'proq fanlar o'qiganman. Ya'ni har kuni o'qishga borishim kerak bo'lgan fanlar. Ko'pchilik O'zbekistonda keraksiz fanlar ko'p, o'zimizning sohamiz bo'lmasa ham o'sha fanlar ko'p bizada deyshadi. Siz o'qiganingizda qanchalik fanlar ko'p bo'lgan? U yoqda ham. Qarang, o'shaning uchun boshida aytdim sizga, bu narsani fan talaba sizga spiska berishadi, fanlarni spiskasini. O'shdan siz o'zingiz xohlagan fanlarni tanlaysiz. Shu xohlagan fanlaringizni keyin o'qiysiz. Ya'ni bizada bunaqa imkoniyat Majburiy yo'q. yo'q, majburiy yo'q. Tushundimi? Siz xohlagan faningizni tanlaysiz, xohlagan faningizni xohlagan vaqtingizga qo'yasiz. Bizda bunaqa narsa yo'q-ku. Hammasi qo'yilgan. Talaba xohlaydimi, xohlamaydimi, buni o'qiydi. Shu fan, shu imtihon bor. O'shaning uchun bizda ko'p talabalar ta'limga bo'lgan nimasi ham, ishtiyoqi ham tushadi deb o'ylayman shu tomonlama. Chunki o'ziga yoqmaydi. Bugun ertalab uyg'onadi, o'ziga yoqmaydigan fanga bor, o'qish kerak. Dedi, menga nima kerak dedi. Misol uchun IT o'qidiganga
hamma fan kerak emas demayman. Plyus tomoni bor, plyus tomoni hamma fanda bor. No, talaba o'zi uchun shu narsani tushunadi-ku, aytadi-da, menga yoqmaydi. Kimyo nimaga kerak menga deydi-da. O'shaning uchun ham talabani ishtiyoqi tushadi. O'shaning uchun bu bizning hozirgi holatimizda unaqa narsa yo'q. Bizni ko'rib turgan yoshlarimiz yoki talabalarimiz nima uchun aynan siz o'sha Slovakiya universitetida o'qishi kerakligini o'ylab ko'rishlari kerak. Aynan qanaqa plyus taraflari bor? Zo'r deydik. Slovakiyada o'qishi plyus taraflaridan biri bu sizga Yevropada o'sha nufuzli universitetlarda ta'lim olish imkoniyati bor sizda. Va o'zingizni sohangiz bo'yicha qiziqtirgan, o'sha aytganimdek fanlarni o'qishingiz, mukammal o'rganishingiz mumkin. Shuningdek, Yevropa bo'ylab siz hamma, ya'ni o'sha Yevropa bo'ylab tur, ya'ni sayohat qilishingiz mumkin. Va bu yoqda eng glavnisi o'sha aytganimdek pul, ya'ni sizda finansiy tomonlama hech qanaqa muhtojlik bo'lmaydi. Ya'ni har bir tomonlama sizda o'sha finansiy tomonlama sizda qoplanadi, rasxodlaringiz. Siz bemalol o'sha o'qishingizdan tashqari aylanishingiz, Yevropa bo'ylab sayohat qilishingiz mumkin. Grant yutish jarayonlarini gapirib bermadingiz. Xo'p, grant yutish jarayoni xo'p, sizga kerak bo'ladigan ko'p narsaga e'tibor qaratishingiz kerak bo'lgan narsa, ko'pchilik o'ylaydi, faqatgina a'lochilar grant yutadi. A'lochilar grant yutmaydi, to'g'ri dokument to'ldirib, to'g'ri dokument topshirganlar yutadi. Bu degani men endi umuman o'qimasdan topshira olishim mumkin degani emas. Ular ham nimaga qaraydi? Talabani o'sha o'qib kelgan fanlariga, baholariga qarashadi. Yozgan motivation letter, ya'ni o'sha motivatsion pismo'ngizga qarashadi. Nimaga aynan ular sizni tanlab olishi kerak? Sizni nima qiziqtiradi shu soha bo'yicha? Siz ularni o'sha aytgan nima desam, nazarga tushishingiz kerak-da. Siz ularni qiziqtirishingiz kerak o'zingiz bilan. Shu narsa kerak. Siz yana kerak bo'ladigan narsalardan biri bu rekomendatsiyalar pismo, recommendation letter deyiladi. Ya'ni siz bu yoqdagi o'sha previous o'qib kelgan universitetingizdan yoki undan oldin boshqa borgan programmalardan professorlaringizdan xat olishingiz kerak bo'ladi-da. Ular o'sha sizni rekomendatsiya qilishadi. O'sha haqiqatan mana shu palonchi meni studentim, mana shu bilan shu proyektlarni qilganmiz, mana shu jarayonda men bilan ishlagan. O'shaning uchun ham bu yaxshi kandidat, yaxshi student, shuni men rekomendatsiya qilaman. Чтобы mana shu kelajakda mana shu narsa bu yaxshi olib ketadi degan narsa. Mana shu aslida kerak bo'ladigan asosiy dokumentlardan biri. Universitetni kontrakt narxlarini so'ramadim. Narxlarini aytsangiz. Xo'p, Polshadagi ta'lim tekin bo'lgan, chunki bu o'sha aytgan universitetning o'rtasidagi memorandum. O'shaning uchun ta'lim tekin bo'lgan. Bu NSP grant, scholarship program bu ham tekin, chunki bu Slovakiya Respublikasi tomonidan beriladigan grant dasturi. Bu yerga keladigan o'sha xalqaro talabalar tekinga o'qishadi. Shuningdek o'sha grant, ya'ni stipendiya ham olishadi. Bu yerga keladi o'sha bu programmada qatnashadigan studentlar o'sha xalqaro bo'ladi-da. To есть u yoqdagi borgan studentlar Kolumbiyadan bo'ladi, Ispaniyadan bo'ladi, Portugaliyadan bo'ladi, Qozog'istondan bo'ladi, o'sha Markaziy Osiyodan, O'zbekistondan bo'ladi, mana shu studentlar bo'ladi. Men so'ramagan, lekin talabalar, abituriyentlar bilishi kerak bo'lgan qanaqadir ma'lumotlar bo'lsa, sizda bemalol erishishingiz mumkin. Bilish kerak bo'lgan narsa, har doim biling, qayerga borasiz. Sizga nima kerak, nima xohlayapsiz. Ba'zi talabalar, hozirgi kundagi talabalardan keldim, so'raymanda, shu xohish bormi deydi. Meni ko'rib kelishadi, havas qildik deyshadi. Nima xohlaysiz o'zi deymanda. Prosta hammada nima hozir miyasida ketsam bo'ldi. O'qish bahona ketsam bo'ldi. Ketsam bo'ldi. Ketsam bo'ldi. Okey, ketding, keyin nima? Tushundingizmi? Bugun siz uyingizda uyg'onasiz, ertaga siz boshqa davlatda uyg'onasiz. Bu ketishda davom etaveradi. Siz o'qishdan chiqib yoki ishdan chiqib o'qishdan qaytganingizda yotoqxona yoki uyingizda siz hech kim kuta olmaydi. Oyingiz kuta olmaydi u yoqda sizni. To есть hamma narsa o'zingiz bo'yningizda bo'ladi. Kunlik ovqat qilish bormi? O'shani yashash nimalaringiz hammasi o'zingiz bo'yningizda. Mana shu narsani inobatga olishlikni, ertaga kelgandan keyin bularning muammosi, bularning o'zligini muammosi. Hech kimga qiziqmas aytganimdek. Keyin fan nimaga kelganini unutishmasin. Ya'ni o'sha aytgandek boshqa sferaga kirib ketib, o'sha narsadan
anaqa qilishligini xohlamayman. Ya'ni o'sha ishlab karyeraga hali vaqt bor. Karyera qilishga hali vaqt bor deb o'ylayman. Men siz hozir men yoshimda 21 yosh bo'lsam, 25 yoshda ishlash boshlasangiz ham, ya'ni siz magistratura уже PhD boshlagan taqdirda o'shanda PhD ishlash boshladi. PhD ishlash boshlasangiz, 25 yoshda ishlasangiz, siz hali 50 yoshgacha ishlaysizda. 0 dan 25 gacha siz yashab keldingiz. Bu degani siz yana umringiz xuddi shuncha qismini уже siz 9 dan 6 gacha ishda o'tkazasiz-da. To есть ishlashga hali vaqt bor. Bu degani ishlash kerak emas degani emas. Ishlash kerak. 0 bo'lish kerak emas. Men talabalik davrdan уже talabalar уже ishni ko'rib borish kerak, o'zini sinab borish kerak. Men u ishni yaxshi ko'rmayman, men bu ishni yaxshi ko'rmayman deydi. U ish yaxshi yomonligini qilib ko'rsa biladi-da. Ha. Ishlab ko'rish kerak o'sha sferada. Ishlagandan keyin, o'zini sinab ko'rgandan keyin biladi. Bu narsa mangami, manga emasmi? Imенно mana shu narsa 4 yillik bakalavrda beriladi-da. To есть Imенно bu menga emas degan narsa ham shuni amalda qilgandan keyin balki shunikidir. Da, shunaqa, to'ppa-to'g'ri. Chunki talabalar prosta hozirgi vaqtda talabalar shunchaki kelib ketishadi bo'ldi-da. Keldingizmi, nimadir qiling, nimadir olib keting. Ishga kiring, ishga kirishga harakat qilib ko'ring. Nima qiziqtiradi siz o'sha sohada ishlab ko'ring-da. Чтобы keyinchalik siz bitirganingizdan keyin bakalavr bitirasiz, qanaqa bo'ladi? Hamma bitirib olay deydi-yu. Men o'ylayman, bakalavr bitirganingizdan keyin, chunki siz har kuni eshik ochasiz, boradigan joyingiz bor. Har kuni borib keladigan joyingiz bor. Bakalavr bitirganingizdan keyin bunday ochasiz, tam уже yo'l yo'q. Siz yurishingiz kerak. Chunki уже vaqt o'tadi. Ishlash kerak. Siz nima ish qilishni bilmaysiz. Nimaga bilmaysiz? Chunki siz nima sizni qiziqtiradi, shuni bilmaysiz. O'shaning uchun siz nima ish qilishni bilmaysiz. O'shaning uchun bu degani 25 yoshdan keyin ishlash kerak degani emas. Ishlash kerak. O'zingizni nima qiziqtiradi, o'sha narsani topib olishingiz kerak. Ya'ni siz 9-6 gacha ishlashingiz kerak degani emas-da bu. Nima qiziqtiradi, o'sha narsani topib olishingiz kerak. Siz nima sizniki? Bitirgandan keyin ana o'sha narsani o'zi sekin boshlash kerak. Shunaqa. Tushunarli. Xorijga chiqishning yana bir plyus taraflaridan biri bu siz Yevropa bo'ylab, ya'ni bir davlatga universitetga kirasiz, o'sha boshqa davlatlarni sayohat qilishingiz mumkin. Bu eng katta plyuslaridan biri. Cheklanib qolmaydi bitta narsa bilan. Yo'q. Bitta Har joyda xil odamlarni ko'radi, networking kengayadi. to'ppa-to'g'ri. O'sha dunyo qarashi kengayadi degani ham men shunday. Chunki siz Yevropada har bitta davlat o'zini tarixiga ega, har bitta davlat o'zini aytaylik, o'zini stili bor, o'zini Urf-odatlari urf-odatlari har xil. madaniyati. Sizga qanchalik to'g'ri keldi urf-odat madaniyatlari? Urf-odat madaniyati aynan Slovakiya oladigan bo'lsak, yaxshi, yomon emas. Muammo har doim bo'ladi. Ya'ni aytaylik, shu urf-odatlardan shu ovqatlarda muammo bo'lishi mumkin sizda bo'ldi. Ya'ni o'sha halol ovqat topishlikda. Atak yo'q, qolganlari zo'r. Aylanish plyusi, eng katta plyus. Men Slovakiyaga borganimda, men u yoqda o'sha o'zbek, bir o'zim emasman. Biz o'zbeklar bor. Borsam, biz bitta yotoqxonada turibmiz, yashaganmiz. Men bilan yana o'sha 4 ta o'zbeklar bor. 4 ta o'zbek, 5 ta o'zbek bolalar, qizlar, o'zbeklar bor. O'zbek qizlar ham, talabalar ham bor edi. Ya'ni bizda shunaqa imkoniyat bo'lgan, o'zbek bolalar kollektiv yig'ilib 4 kishi arendaga mashina olib Shveysariyani bor aylanib kelganmiz-da. Ya'ni Shveysariyaga, не только Shveysariya mashina aylangan, Avstriyaga borganmiz, Germaniyaga borganmiz. Shveysariyani o'sha mashhur bo'lgan o'sha Interlakenga borganmiz, o'sha vodopadni ko'rishga. Germaniyaga borganmiz, Myunxenga, BMW muzeyini ko'rganmiz. Shuningdek, Stuttgartga borganmiz, u yoqda o'sha. Men o'zim mashinalarga qiziqaman. Endi любой bola mashinaga qiziqadi deb o'ylayman. Shuning uchun Porsche muzeyiga borganmiz, Mercedes muzeyiga borganmiz. Shu aytgan o'zim qanday qilishni yaxshi ko'raman. O'qish bilan cheklanib qolmasdan. Bu qiziq. Ertaga qaytib kelganingizdan keyin bu professoringizga ham qiziq bu narsa. Aytadi, chunki ular ham so'rashadi, nima olding, nima o'rganding deydi. Или просто shu kelding, ketolsanmi, shu bola o'rganmadingmi deydi. Nima o'rganding deydi. Shunaqa aylanishlarda aylanganmiz, ko'rganmiz, shunaqa o'zim YouTube'ga videolar qilishni yaxshi ko'raman. Ja, professional bo'lmasam ham, shu YouTube'ga videolar olib, chunki o'zbek kontent ko'rmaganman, chunki YouTube'ga yozib, masalan, BMW muzey haqida ma'lumot olish uchun o'zbekcha kontent yo'q. O'shanaqa kontentlar qilganman. Mercedes-Benz muzeyiga borib, Porsche muzeyiga borib, shunaqalar kontentlar endi o'zimcha qilib yurganman.
qiziqishda bu narsa. Ha. Ikki hobbi desak ham bo'ladi. Shu aylanishda shu plyuslardan biri shu Yevropani aylanish imkoniyati bo'ladi. Xorijga chiqishni, xorijda o'qishni shuncha plyus taraflari bor. Shuning uchun ham bizani ko'pchilik yoshlarimiz exchange bo'lsa ham, almashinuv dasturida bo'lsa ham 4 oy, 5 oy o'qib kelishyapti. Agarda shu mana shu ko'rib kelishdi, shuni gapirib bergan narsalarim qiziq bo'lsa, bizni ya'ni men shu yonidagi komanda bolalar bilan, ya'ni komandamiz bor, talabalarga yordam beramiz. Mana shu programmalarda qatnashib, grant yutish. Chunki salkam 4000 yevro beriladi-da, o'sha 5 oylik o'qishingiz uchun. 4000 yevro bu yaxshi pul. Ya'ni shu pullarni olib maza qilib Yevropani ko'rib kelishligi mumkin. Biz aynan shu narsaga talabalarga yordam beramiz. Demak, o'zingizni shaxsiy blogingiz bor. Da. Aha, buni bemalol aytib ketishingiz mumkin. Chunki ko'pchilik yoshlarimiz baribir ishtiyoqi bor, chetda o'qigisi keladi, har xil konsaltinglarga borib aldanib qolgisi kelmaydi. Ishonchli boshdan o'tkazgan odam bilan hamkorlik qilgisi keladi baribir. To'g'ri. Men shu narsani o'sha Polshada o'qib yurgan vaqtim o'ylab yurardim, lekin men imkoniyat bo'lmadi o'sha aytganimdek, ko'p davlatlarni aylanib ko'rishgada, imенно mana Slovakiyaga borib shu imkoniyat bo'ldi. Men 10 ta Yevropani davlatlarini ko'rib chiqdim, aylanib, shu narsani o'zim boshimdan o'tkazdim. O'shaning uchun meni oldimga ertaga boraman deb kelgan talabalarga men o'zim maksimal yordam beraman. Ular yurish kerak bo'lgan yo'lda, o'sha yo'l yurilgan. Ularda o'sha tayyor map, ya'ni karta bo'ladi. Tayyor karta bo'yicha ular foydalanishadi. Shablon bor. Qiynalishmaydi-da. O'shaning uchun biz, ya'ni men komandamiz bilan yordam beramiz talabalarga, ya'ni o'sha o'qiyotgan talabalarga, ya'ni mana shu programmalarda qatnashish, grant yutish, shuncha imkoniyatlardan foydalanish. Hozir yuqorida shuncha ma'lumotlar berib o'tdingiz. Baribir ham xorijda o'qishni xohlagan insonlar yo'q emas oramizda. Agar siz ham xorijda o'qishni xohlasangiz, yaxshi ishonchli yoki qanaqadir savollar tug'ilgan bo'lishi mumkin sizlarda. O'shaning uchun o'zingizlarni qiziqtirgan barcha savolinglarni, bularni profillarini qoldiramiz. Shu profilga o'tib, o'zingizlarni barcha savolinglarni berishinglar mumkin bo'ladi. Sizga rahmat, kelganingiz uchun, o'zingiz tajribalaringizni bizlar bilan bo'lishganingiz uchun rahmat. Sizlarga ham rahmat taklif uchun. O'sha aytgan men uchun bu birinchi marta. Birinchisi bo'ldi, menga juda yoqdi. O'ylaymanki, bu hali davomiy bo'ladi. Rahmat kattakon sizga. Rahmat. Bu podkastimizni xorijda o'qimoqchi bo'lgan do'stingizga jo'natib qo'ying. Podkastning navbatdagi sonida ko'rishguncha xayr.